Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz, muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun haftalik video nashrimizga o'tiribmiz. Bu videoni yana shu mushtarilarimning haqqi hurmati uchun şu andaki aldıraşçılık işidimi yanıla vakit tepip mulakat oluşqa mecbur oldum. Xabarinlarda olduğunudek sürgün hükümette bir kısım islahatlarını elip bardık ve bir türküm yeni düşmanlıklarga nişan bulduk. İslahatlarımız, kaide, nizamlarımız bazı siyasi yançıkçılarının fursatparastlarning koni daşqal dava monopollarining ishlariga yaramadi. Şunlaşqa bu tijmallar acizana vaysashlar çaresizlikdan bo'ladigan bicharalarcha urinishlarga davom qilmoqda. Balkim ba'zilaringlarning xabari bordir. Öz ismi bilen emas, yalgan isimler bilen, yalgan hesaplar arkalı kılınıvatkan bu ingraçlarga cevap verişinin ornu yok. Biz bunda namalumlarını muhatap sanamayız. Kaçaniki aşkar oturup çıkışkı cüret kıysa, elbette tegişlik cevabını aladı. Şundaq bolsunmu, zihnni meşgul kılış, vakitni meşgul kılış, fikirçe çişligende uşak buzgunçuluklar buluvatıdı. Bularning hammasini dastlab o'talaymiz. Buningga ishonchimiz komil. Chunki xalq haqimizda. Bu fursatda Sharq Turkistonliklar yashaydigan davlatlarning hammasida millat vakillarini o'zinglar saylab berish orqali ilgirki davoni shirkatga aylantirib olish, ham tovoqlarning tavkasiga aylantirib olishdek abjiqi chiqqan sistemaga xotim berib milliy g'oyamizning yagona vakili va simvoli bo'lgan hukumatga o'rtaq ega chiqsak deyman. Bu fursatdan foydalanib deb qo'ydiganlar shu. Endi asli mavzuga kelsak, josuslikdagi 4 prinsip deb atalgan 4 prinsipni deb bo'lgan to'q, endi 5-prinsip. Közler uçuk, kulaklar hoşşar. Bir isi de daimi tutuşku tegişlik 5-prinsip. Közler uçuk, kulaklar hoşşar. Yaki kulaklar dım. Bu prinsip. Hem de biraz tafsilat. Küzütüş. Küzütüşünü aldığınki videolarımı ançı-munçı tegip ötken toq. Josuslikda en köp hareket türü küzütüş degan toq. Ama bu bizning oddiy qarashimizdagidek hamma odam qila oladigan paylashning uzullama emas. Küzütüşning astoydil degan tegishli texnikalari bor. Küzütüş obyekti iki türlü bo'ladi. Biri muqim obyekt, yoki muqim nishon, yana biri harakatdagi nishon. Muqim nishon deganimiz gumonliq kishilarning kirib chiqishlari sababidan gumonliq deb bekitilgan bir bino, do'kon, turalg'i uy, ishxona, cherkov, masjid, kinoxona degandeklar bo'lishi mumkin. Yana biri harakatdagi obyekt yoki harakatdagi nishon. Yo'l yurayotgan, nagadir ketayotgan gumonli shaxs. Harakatdagi nishon piyoda yurayotgan bo'lishi mumkin. Qatnash vositalarida yurayotgan bo'lishi mumkin. Kuzatishdagi eng muhim bo'lgan nuqta kuzatilmaslikdir. Buni deb o'tgan to'q. Buning uchun bir harakatdagi obyektni kuzatganda eng yaxshisi
bir gruppa adam bir nişanni kuzatishdir. Nima uchun? Sebebi qarshi taraf har doimli aqsdan bir qora chapalliqning kelishidan gumonlanib qolishi mumkin. Ya'ni ko'zga singib qoladi bir odam. Doimli aqsdan kelayotgan birisi o'zgarmasdan mansa. U holda darhol boshqa biri davomlashtirsa, o nishon ma'lum mazgil beqitilishidi. O'xshash bir qitimda bir odam bir necha do'qmishdan nishon bilan o'xshash buralsa, cho'qin gumon qo'zg'aydi. Shunga bunday o'xshash burilishlar takrorlanmasligi kerak. Kuzatuvchi almashish kerak. Muqim obyektni kuzatish bir qadar oson bo'lib, kuzatilayotgan binoning eshigi yoki derazasi muqim bo'lg'achqa, o'zingizni yaxshi pardalab, bu kuzatishni bir nuqtadan uzoq qila olishingiz mumkin. Masalan, yezi muhitida bo'lganda cho'p dövsi, saman dövsi, o'rmonliq degandek. Shu muhitda tabiiy mavjud bo'lgan pardalardan foydalanib, o'zingizni pardalashingiz mumkin. Shaharlarda bo'lsa, qarshi binodagi bir derazadan kuzatish mumkin. Yoki uyg'un bir nuqtada park altida to'xtatilgan mashinada o'tirib olib kuzatish mumkin. Ama bularning %100 ishonchliligini so'zlamak sal baldırlık qiladi. Agar kuzatilayotgan obyektni tajribalik bo'lsa, atrofda turgan mashinalarga qarshi tarafdagi binoning derazasi yoki o'g'isiga diqqat qilmay qolmaydi. Aynakdan kuzatishda nur tushish bulimi bilan ichidagi kuzatuvchining harakatlari ma'lum nuqtada kesishib, aynakning orqasida birlari borligidan bishorat berib qo'yishi tamoman mumkin. Ba'zida o'gizdagi kuzatuvchi soyasi bilan ancha hisoblashib ketmasligi mumkin. U holda uning o'zi ko'rinmasimi, soyasi ko'rinib qolishi mumkin. Cho'qim. Shunga kuzatuvchi orqasidagi quyruqdan, soyasidan mustasno. O'zi kuzatayotgan obyekt bilan bo'lib ketsa, asalla rolini yo'qotib, kuzatilish obyektiga aylanib qolish cho'qim. En muhimi burilish bulimlari. Agar bir binoning do'qmishidan burilish kerak bo'lsa, soyangiz oldingizga tushayotgan bo'lsa, o'zingiz ko'rinmaysiz, ammo soyangiz do'qmishning u yoqidagi biriga ko'rinib qoladi. Beden tili haqida tahlil qilish iqtidoringiz bo'lishi nihoyat muhim. Beden tili. Chiroy ifodalarimiz, qo'l hareketlerimiz, putumuzning harakatlari. Kuzatilayotgan nishon qandaq badan harakatlari qilyotidi. Bularga diqqat qilish bilan birga bu harakatlarning ma'nosini bilish kerak. Ko'p chaqlarda insonlar o'zini sezmasdan ba'zi harakatlarni qilishi mumkin. Bu harakatlar badan tili sifatida birmuncha ma'nolarni oshkorlaydi. Masalan, titib bo'layotgan bo'lsangiz, chiroy ifodalaringizdan, qo'l harakatlaringizdan bu bilinib qoladi. Endish ichida qolganingiz, qo'rqayotganingiz, aldirayotganingiz, ichingizning pushayotgani, bularning hammasining tashqi harakat ifodalari mavjud. Bular hatto odamning irodasiga biqinmasdan ifodalanadi. U holda bir nishonning sarosimilik ruhiy holati oshkora bilinib qoladi. Bu hal bo'libmi nishon va kuzatuvchi bir ommaviy qatnash vositasida ketayotganda yaqin araliqda birga turishga to'g'ri keladigan ahvollar ko'rilishi mumkin. Mana shunday chog'larda aslida dalilsiz bir gumondor sarosimilik ifodalar orqali bu gumonni muqimlashtirib qo'yish cho'qim. Endi anti kuzatish yoki qarshi kuzatish. Kuzatishga qarshi kuzatish. Agar birlar tarafidan kuzatilayotganligingizdan gumonlansangiz, oldi bilan turalg'i yeringizda, uyingiz va ishxonangizda qurutba yo'qligidan emin bo'lish uchun qattiq bir tekshirish berishingiz kerak. Qurut degan bu istixborotdagi atalg'i tabiatdagi qurut emas. Bu qurut mikrofon yoshirin anglash asbobiga ovoz yo'llaydigan mikrofon qurut deyiladi. Buni deb o'tgan tuqqu deydi.
Şunda qılıp antiküzütüş qurutva yo'qligini qattiq bir tekshirish elib borishimiz kerak. Uyingizda, ishxonangizda, josuslikda qurutlar bir turalg'uning har yeriga o'rinlashtirilishi mumkin. Telefon trubkasining ichi, shiraning osti, rasm ramkalarining orqasi, gul lo'nqullari, uyuqcha tagligi bo'lgan har xil shira usti zinnat ashyolarining ostidagi uyuqcha, hatto agar elchixonalar mavzu bahis bo'lganda tomning qiti. Chunki elchixonalarning inshootini shu yerlik inshoot ishchilari qiladigan bo'lg'achqa, bu afzallik yerlik istixborot tashkilotlarining elchixona qurilish qilinayotgandila tomning qitiga qurut o'rinlashtirish mumkinchiligini beradi. Agar turalg'ingizda biror qurut bayqalsa, elib tashlashga aldirab ketmay, obdarroq o'ylaning. Darhol elib o'tish kerak emas. Bu qurutdan ta'tirga foydalanish imkonlari bormi, yo'qmi? Agar bundaq tarafi bo'lsa, hargiz elib o'tmang. U holda qurutning bor yerida planlarınız, maqsadlarınız haqida dushmanga xato uchur berib, texmi obdan foydalangan bo'ladi. Agar siz yo'q chaqda, deylikki kechillari turalg'ingizga birlari kirib tekshirish elib beryapamdi yo'q. Buni bilib bakmoqchi bo'lsangiz, ishikning qanoti bilan keshakni bir-biriga tutashtirib, bir tal chach qilib choplab qo'ysangiz, siz yo'q chaqda ishkingizning echilmaganligini uningdan bilib olaysiz. Şoğunisi bu bek köp işletilgen usul olup, razvedka filmlardımı bu usul görünüp doğaçqa, tecrübelik bir casus bu qılını bayqamay qalmaydı. Bayqab qalsa işini tügütüp bulup yeni cahiga çaplap qo'yishi mumkin. Yoki ishni etishdan voz kechib, sizning bexotlashib, mudofiyani unutgan vaqtingizni kutishi mumkin. Bundan boshqa shira ustidagi narsa keraklarni bek retlab qo'ysangiz, birisi aqtirib yana shu holatda retlab qo'ya oladi. Mening qarashimcha, shira usti qaramoqqa bek chechilang'i tarzda ko'rinsin. Lekin siz nimaning ustida nima borligini obdan yodlab oling. Bundaq tartibsiz holatni aynan doğrab qiyg'ilib bo'lmag'achqa, birining chaqilmaganligini bilib olg'ili bo'ladi. Hozirgi kunda bu holatni yodlab olishim kerak emas. Yanpınınız bilen resimga tortib olsangiz, keyingi holatni resimdagi holat bilan selishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Uchur to'plash. Josuslikning eng ko'p harakati kuzatish bo'lgandek, eng tub muddaosi uchur to'plashdir. Uchur to'plash shu qadar muhimki, agar bu maqsad bo'lmaganda josuslikning ahamiyatini yo'qotgan bo'ladi. Şuna kerak topilganda har qanday yaxshi yomon vositalarning hammasiga tayinib uchur to'planadi. Resmi ta'lim ko'rgan bir josusning dushman muhitida harakat qilishi ko'p chog'larda kira ko'tarmaydigandek bir ish bo'lg'achqa. To'laroq ko'say ishiltish umumiydir. Ko'say. Bilasizlar, Uyg'urlarda bir tamsil var. Kösey uzun bo'lsa qo'lim kuymaydi. Ya'ni qo'limizning kuyab ketmasligi uchun kösey ishlatish kerak. Xuddi bugun bizga qarshi Sharq Turkiston surgundi hukumatiga qarshi başlatilgan kompaniyalar xuddi mush usul bo'yicha kösey ishlatyapti. O'zi daldı turib elib kösey ishiltib hujum qilyapti. Shunga o'xshash. Ya'ni eng yaxshi usul bexatar bo'lish bilan birga mahsulotlik bo'lgan usul. Qarshi tarafning josuslarini setib olish usulidir. Buningda yana ba'zi xatarlar mavjud. Ya'ni bu 200lik josus pulni deb har narsani ekkilib setiberishi mumkin. Bularning ichida o'zi o'ydirib chiqqan yolg'on uchurlar bo'lishi mumkin. Yolg'on uchur. Shunga pul uchun setilgan josuslarning uchurlari bek ishonchli sanalmaydi.
Başka bir neçe menbadan elingan uçurlar bilen jipsleşse, ispatlansa andın işenç kılışkı boludu. En yaxşı ikiyüzlük casus ideologiyalik sebepten sepini özgertkenlerdir. Bu vaqtda to'xtalib o'tgan to'q. Ular en tazı işençlik uçur berdi. Bundan başka düşman tarafının memuri kadrları, bulupmu muhim urullarda, mahfiyetlikке ait urullarda işleydigan kadrlarını setibilip işiltişi oldu. Bundaqlarning turlari ko'p. Pul uchun, ideologiya uchun, shuhrat uchun, o'chmanlik ve hasaddan degandek turli sabablar bilan ağmaqan bo'lishi mumkin. Bularning ichidagi pul uchun setilganlar o'xshashlar eng ishonchsizlar hisoblanadi. Bularning beradigan uchullari rasmiy josuslik organida ishlaydiganlarning beradigan ma'lumotidek ayrıvaşlangan sap holatdagi uchur bo'lmaydi. Yani birinin çeşlengen dan olsa, birinin tehi heydəlmegen buğday oxşaydı. Üçüncü turda düşman fuqaralar içidən uçur toplaş. Bunun da Uyghur münafıqlardek erzan bahalı kulaklar, yağaç aktif g'olchilar, maaşsız məlumat beradigan işlarımı mevcut. Bundan başqa, casusluqning maqsadi o'zining tarafiga uçur toplaş bo'lganlikdan bu maqsad yo'lida ba'zi odamlarni irodasiga qarshi holda, vijdoniga muxolif holda bir ishlarni qilishga majbur qilishi mumkin. Ya'ni tahdid silish, shantaj qilish yo'llari bilan bir ikki ishga ma'qul keltirib olsalar, keyin bu qilganlarni shantaj materiali sifatida foydalanib, davom qildirishga majburlashi mumkin. Ba'zilarga beradigan uchurga javoban erkinlik va'da qilish mumkin. Agar u tutuluqluq vaziyatda bo'lganda bizga ishlasang erkinlik chiqaramiz deydigan. Ba'zilarga buyuk istiqbol va'da qilinishi mumkin. Yana ba'zilarga raqiblardan o'chilib puxadan chiqib oladigan fursat va'da qilinishi mumkin. Küsey ishiltishda bundaq küseylarga erishtiradigan eng ko'ni klassik usullardan biri satanglar hilisi. Türkçedeki balli tuzak. Gerçi bu bek ko'ni usul olsun. Hamma adam degidek biladigan darajaga kelgan, aqalli bir aldamchilik holiga kelgan usul olsunmi? Bu usul nihoyat oz muvaffaqiyatsiz bo'lib, mutlaq ko'p chaqlarda muvaffaqiyatli bo'lib kelmoqda. Bu inson fitratidagi nafs amiliga bog'liq bo'lganlikdan, hatto usta jasuslarning bir munchisi bu tuzaqqa ilinmoqda. Meyli küzütüş elip bağıcılar noktasıdan olsun. Meyli uçur topluğucularının noktasıdan olsun. Mehmanxanalar oxşaş kımmette prosessindir. Her iki tarafga oxşaş kımmette prosessindir. Qaysi usturaq olsa u bekrek paydalanmaydı. Fursat oxşaş amma ilindigan hasilat tarafından aytganda kim usti bo'lsa jiqraq hasilatni u alalaydı. Çünkü mehmanxonalarga tizim qoldirmasdan qo'ng'u olmaydi. Tizim qoldirish rasmiyda kimlik hujjatlari asosida bo'ladi. Bu hol saxt kimlik aldamchilik uchun xeli ko'p chek qo'ya oladi. Xeli ko'p dedik. Butunlay demadik. Sababi resmiy jasuslar kuzatish nishoni bo'lganda bundaq kimlik hujjatlarini hukumat tarafidan original holatda ta'min etilgachga, uning vazifasiga uyg'un keladigan saxtligini echib bergili bo'lmaydigan darajadagi saxt kimliklar bo'lishi mumkin. Mehmanxonalar rasmiy davlat jasuslari bo'lmagan har qanday nishonning asli kimligini aniq yozdiradigan obdan bir fursat beradi. Mehmanxona kimlik hujjatlari nuqtasidan boshqa yana bir muncha qulayliklarni ta'min etishi mumkin. Masalan, har qavatda hujra xizmatchisi bo'ladi. Bunda hujra xizmatchilarini setib olib, ma'lum bir mehmonning hujrasini aqtirishi mumkin. Yoki setilgan hujra xizmatchisi salohiyatiga kirib olib, o'zingiz kirib tekshirib chiqishingiz mumkin. Mehmonxona mudirida bir universal ochqich bo'lib, bu ochqich bilan barliq eshiklarni ochqilib bo'ladi. Yo'lini topa olsangiz, bu ochqichga erisha olasiz.
Agar mehmonxonadan birini setib olishga to'g'ri kelsa, qancha yuqori martabalik birini setib olsangiz, shuncha foydali bo'ladi. Yana bosh mulozimatdagi mehmonlarni tizimlovchi kishimi muhimlardan biri. Bundan boshqa zamonaviy tinchig'ishlarga ega bo'lsangiz, nishonning yon qo'shnisi bo'lib bir yotoq tutib, oratamdan nishonning so'zlarini anglashgan bo'ladi. Endi qarash kuzatish nuqtasidan masalaga bakkan chog'imizda kuzatilguchi biz bo'lishimiz mumkin. U holda nimalarga diqqat qilishimiz kerakligi yuqoriqilarning aksini tasavvur qilish orqali topiladi. Yataqingizga birlar kirib qurit o'rinlashtirib qo'yishi mumkin. Shunga iloj qila olsangiz, har kuni yataqingizni almashtiring. Muhim ko'rishmalaringizni, eng yaxshisi hamma ko'rishmalaringizni yataq telefoni bilan qilmang. Ko'ch telefoni nisbatan bexatar. Agar suiqasd qilinish ehtimoli bo'lgan bir bo'lsangiz, ya'ni sizni birisi o'ltirmoqchi. Suiqasdning nishoni. Notunishlarning sovg'atlari, tamoqlari har narsaga gumoniy qarang. Eng bexatar deb qaralgan ahvoldami masalani ochiq so'zlashmang. Bo'libmi tafsili ujur-bujur so'zlashmang. Endi yana bir prinsiplardan birini qo'shib qo'yaylik. Aralab 6-prinsip. Sirlarini saqla. Şifr ishlat. 6-prinsip bu. O'tganda shifrlar to'g'risida umumiy tunishtirish olib borgandik. Shifr bir xil tildir. Ikkinchi turli qilib aytsak, til bir millat kollektivi tarafidan kelishib olingan shifrdir. Xuddi shuningdek shifrmi bir guruh kishilar orasida kelishib olingan maxfiy tildir. Uning boshqalardan maxfiy bo'la olishining sababi boshqalarning bu kelishimning sirtida bo'lishidir. Bu kelishimni necha odam bilsa, bu tilni shuncha odam tushuna oladi deganlikdir. Uchur to'plash va uchurlarni qo'g'dash josuslikning asosiy xizmatidir. Josus ham uchurni to'playdi, ham qo'g'daydi. Shifr mana shu ehtiyoj tufayli maydonga kelgan maxfiy tildir. Shunga qandaq bir til kelishib olsangiz, kelishib oling. Qat'iy nazar bor. Boshqalar bilmaydigan bo'lsalar, bu shifrdir. Shundaqdimi? Shifr haqida ma'lum bilimingiz bo'lishi shart. Xalqimiz har sohada bek oqida qolganligi, bekmi oddiy tafakkur qiladigan bo'lganligi yoki o'tir asr jaholatidan keyin tadrijiy tafakkuri ojizlab oddiylashib ketganligi uchun shifr biz uchun hamon bir sirliq narsa bo'lib keldi. Uning aqalli qonuniyatlarini biladiganlarmi yo'q deyarlik. Bo'lsa-mu faqat dushman josuslik uchun ishlaydiganlar bilishi mumkin, ammo ular bu bilimlarni hech qachon o'zining millati bilan o'rtoqlashib boqmagan. Ham o'rtoqlashmaydigan bo'lg'achqa, umumiy xalq bu jihatda tamoman jaholat ichida. Shunga ikki taraf kelishib olsa bo'lgandan keyinda bek oddiy bir shifr ishlatilsa, shifrlarni yeyishmi asrlar avval ishqa oshgan bo'lg'achqa. Bizning sirlarimiz dushman uchun ochiq kitob holatida bo'lib qolaveradi. Har tilning aloyidligiga ko'ra ko'p ishlatilgan harflar, bir tovushliq, ikki tovushliq so'zlar yoki bog'lovchilar shifrning yeshilishi uchun bo'sish ig'izi roli o'ynaydi. Masalan, agar biz bir shifr ishlatgan bo'lsak, buningda bir yolg'iz belgi ko'p takrorlansa, bu bir tovushliq so'zni u deb bekitalaymiz. Chunki Uyg'ur tilida bir tovushliq bir so'z bor. U uchinchi shaxs. Uchinchi shaxs u bir so'z, bir tovush. Demak, bu orqali shifrdagi bir belgini bilib olgan bo'lamiz. İki tovushliq bir so'z, ikki shifrliq belgi bilan ifodalanganda biz buni va deb bekitalaymiz. Bunun bilan
ikki tovushqa vakillik qiladigan ikki belgi tepib olingan bo'ladi. U bilan qo'shilib 3 belgini tepib olgan bo'lamiz. Mana shunday qilib so'zlar uchun ishlatilgan belgilar selishtirish, tahlil qilish orqali boshqa belgilarning qaysi harflarga vakillik qiladiganligi tepib chiqiladi. Demak, shifrmi bexatar emas. Shunga shifrmi har qitimdagidek o'zgartib turiladi. Shifr ishlatish tarixi qanchalik uzun bo'lgan bo'lsa, shifrlarning yeshilishimi billigidek barliq kelgan. Qadimgi rimliklar maxfiy uchurlar uchun hasal surkalgan lavhalarni ishlatgan. Uchurlar hasal ustiga yozilib, yana ustiga boshqa odatli xatlar yozilgan. Hatto qadimgi Yunonda shifrlik yozishmi bo'lgan. Bir qog'oz lentiga bir-biriga bog'lashmaydigan harflar yozilgandek ko'rinadi. Uni biz ko'rgan tuqqu deyman. Bir qog'oz lenti bo'ladigan bir yerda. Shuni pishirish kerak. Mana bu qog'oz lentida harflar var. Bu lentini qarasangiz hech narsani o'qilolmaydi. Ya'ni qalaymiqan yozilgan bir-biriga bog'lashmagan harflardek. Endi buni ma'lum tomliqdagi bir cho'qiga urgan vaqtimizda qalamga urdik. Bu yerda yonma-yon kelgan harflardan bir jumla o'qilishi mumkin. Endi bu bekmi nazik bir mesele ekan. Chunki agar buni yo'gigan aşı cho'qining diametri aslidagi yozilgan vaqtidagi cho'qi bilan o'xshash bo'lmagan taqdirda buningdan yanada bir narsa o'qilmaydigan bo'ladi. Men buni sinab baktım. Mana shunday. Mushu qog'oz lentini ma'lum tomliqdagi cho'qiga yo'gaydigan. Yo'ganda bir-biriga yonma-yon keladigan harflar bir tarafidan o'qigan vaqtida bir jumla hosil qiladi. Endi cho'qining tomliqi o'xshamay qolsa, bu harflar bir-biriga ustun kelmaydi qolishi mumkin. Ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin. Endi men bir shifrlash asbobini ayladim. Bu asbob har ikki tarafda bo'lish sharti bilan o'qish ham shifrlash elib bog'lanadi. Buning xatarlik tarafi faqatla asbobning qo'lga tushib qolish ehtimolligi. Asbob qo'lga tushgan misollan uni yeshish haqiqatanmi notayin darajada. Bular istixborotchining qiziqishi va ijodchonligiga bog'liq bu ishlar. Shu shifrlash va shifrlash asboblarini loylash, yangi shifrlarni tepib chiqish istixborotchining qiziqishiga, ijodchonligiga bog'liq. İstihbaratçı agar ijodchan bo'lmay, o'gitilgan nazariya bilan cheklansa, o'gitilgan texniklar ko'nrabqa chiqadi. Chunki o'gitilgan texniklarning hammasi ilgari qo'llanilgan narsalarni o'gitadi. Qo'llanilmagan yangi narsa o'gitmaydi. Yangilarni biz o'zimiz ijod qilamiz.
Hem o konrap qağaçqa ameliyatda kağ gelmeydi o. Ügütülgenlerini fakat bir ülge dep tanıymiz. Ülge bizge. Yeni usul çağrılarını oylap tepişqa mayır buluş, istihbaratçının ömrünün qançılık boluşunu belgileydigan muhim amil. Eğer siz icatçan bulanmışsınız, yeni usullarını bu fakat şifre usullar emas. Mesela kıyafet özgertişinin yeni usulunu icat kılarsanız gerek. Közütüşünün yeni usullarını, közütülmezlikinin yeni usullarını, üzünüzni perdeleşinin yeni usullarını, şifreleşinin yeni usullarını. Her daim yeni bir nersini icat kılıp duruş gerek. Fakat konu kalıptan çıkanmasak, ustam ne minib ketken bolsa, şununla ustam manda şikap yasayıp deyip, ustam yasagan şikapını doğrap yasaversek, istihbaratçının bu ömrüge münasibetlik. Hemmenlaga salamet tileymen, hemmenlardan sual kütümen qarindaşlar. Qançılık düşünüwatsızlar. Nimelerni düşünmey qaldыңlar. Yana nimelerni isteysizlar. Bu şahta sual sorusanlar, bu bana ilham boladı. Çünkü men bunu bir yerde okugunum yok, kursağınım yok. İlgiri birisi ben Şarkı Türkistan Azatlık Yıldızlanışının üçüncüsüde jasusluq hakkında toxtalgan maqalalar qarab, üzü jasus olap bakmagan bolsa, jasusluqni näden bildi dep ekan külkülü bir gap. Şunun oxşaş, endi sizlarmi meni bir yer jasus olap bakkan bolsa, şonu biladi dep oylap qalmanglar. Men buni sizlar uchun izdinyapman. Bu mening kasbim emas. Men sizlarga oxşaş bir qiziqquchi. Endi aldan xetimde suallar hakkında gap qilgandim. Sual javobdan muhim qarindoshlar. Sual suhbatni yetaklaydigan ochqoch. O suhbatni intayin teyiz, ma'nisizlikka boshlaydiganmi sual, cho'nqurlikka boshlaydiganmi sual. Şunlaşqa sual soruşdan ayanmanglar. Hemmenlarni Allah'a tapşırdım. Allah hemmenlarga muvaffaqiyet ata qilsin. Xo'sh, Alloh'a aman.